hammamiz bolaligimizda bitta she'rni yodlaganmiz, qo'shiq qilib aytganmiz, kuylaganmiz. Adashmasam siz ham aytgansiz. Jip jip jo'jalarim, jip 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 jo'jalarim. Mana shu jo'jalarim hali hamon esimizda, qarang. Esingizda, esimizdan chiqmaydigan satrlar. Mana shu she'rni muallifini taniysizmi, bilasizmi? Albatta, zamondoshimiz, zamindoshimiz desak ham bo'ladi. Eldoshimiz, albatta eldoshimiz, Xonqalik bolalar shoiri. Adabiyotga kiritilgan bu she'rlar, bu satrlar har bir insonni bolalik xotiralarini esga solmasdan qolmaydi. Sezib ulgurganingizdek azizlar, Allobergan Po'latovning 90 yillik yubileyi xotira bayramidan tayyorlangan lavhani hozir e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Demak, diqqat bilan tomosha qilasiz degan umiddamiz. Albatta, marhamat azizlar. Bolalar dunyosi shu qadar beg'uborki, unda yashash ham, ular kabi fikrlash ham insonni soflikka, samimiylikka undaydi. Badiiy ijodda ham bolalar shoiri bo'lish ancha murakkab. Buning uchun bolalardek sof qalb egasi bo'lish lozim. Butun umrini ana shunday beg'ubor olam sohiblariga bag'ishlagan Allobergan Po'latov tavalludining 90 yilligi o'zi yashab, faoliyat yuritgan Xonqa tumanida o'tkazildi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari, vohamiz ijodkorlari hamda yosh kitobxonlar o'z so'zlarida, sahnaviy chiqishlarida Allobergan Po'latov ijodi, uning o'ziga xosligi, hayotda aslida qanday inson bo'lganligi haqida to'xtaldilar. Shoir yaratib ketgan ijod hamda jurnalistika maktabi vakillari bugun vohamiz va respublikamizda allaqachon ustoz maqomiga yetgan insonlardan. Bugun yurtimizda voyaga yetayotgan har bir o'g'il qiz shoir yozgan jo'jalarim she'rini yaxshi biladi. Bolalar yozuvchisi, shoiri Po'lat Allobergan 90 yillik xotiralab turibmiz. Men bunda sevimli o'quvchilarim bilan qatnashdim. Po'lat Alloberganov haqida she'rlar yodlab kelgan edilar, raqslar tayyorlab kelgan edilar. Shularni namoyish etdik. Hammamizga ma'lumki, bolalar shoiri kam. Chunki bolalar shoiri bo'lish uchun bola dilidan, bola ruhiyatini o'rgangan holda she'r yozish kerak. Po'lat Alloberganov xuddi shu bolalar dilini o'rganib she'r yozgan. O'zlarimizning darslarimizda ibrat tarzida tushuntirib o'tamiz. Hayotni, hattoki sabzavotgacha she'rlari namoyon etilgan. Hattoki hammamiz sevib tomosha qiladigan multfilmgacha kiritilgan. Jup jup jo'jalarim, oy mening jo'jalarim, don berayin, suv berayin, oy mening jo'jalarim. Bundan albatta faxrlanamiz va shunday bolalar shoirlari ko'p bo'lishini istab qolamiz. Viloyatimizning turli hududlaridan kelgan maktab o'quvchilari shoir she'rlaridan namunalar o'qib, qo'shiqlar ijro qilishdi. Vatan, ona, tabiatga bo'lgan mehr tarannum etilgan she'rlarda o'sib kelayotgan yosh avlodga berish kerak bo'lgan o'gitlar bola tilidan ravonlik bilan ifoda etilgani, uni o'qiyotgan har bir bolajonni ezgulikka chorlaydi. Rasmon chizibdi, ukajonim Malijon, mevasi ko'pligidan sho'xlarim ekkan chunon. Dedim o'zi yoshli hol, meva qilarmi shuncha ukam deb. Do'stlarim ko'p, yesinlar-da to'yguncha. Atam shunday bir yaxshi inson edilar. Biza galillar ham hattoki bir choynak choy ichasin bor degan emaslar. Choy ichasizlar desam aytgan emaslar, isham buyurgan emaslar. Hamma vaqt siz deb so'zlab bizani shunday bir hurmatda qo'yganlar. Hamma vaqt she'r aytib bering ata desak, o'zlarimiz ham yo bir kelgan mehmonlarim she'r so'rasalar, o'zingizga yaqin she'rni ayting desak, bir she'r yoqadi atama. Tantana davrasining mehmoni bo'ldik bexos. Qo'noqlarning safidan o'rin oldik hammamiz. Sizga baxshida qilgan qasidani demang oz, oldingizda to'ylar ko'p, maktabiga qarzdormiz. Eng go'zal tuyg'ularni jo'shib kuylashdan charchamagan Allobergan Po'latov o'zining ikkinchi umrini yurtimiz bolajonlari qalbida yashab, ular bilan birgalikda ulg'ayib borayotgandek.